Assalomu alaykum. Kanalimiz muxlislari mana bugun Xudo xolasa Plaza restoraniga Simmental Hokus keldi. Bu yerda Simmental Hokus so'yiladi, klassini taxminan aytiladi. Kimdir topsa bonuslari bor ekan. Mana Xudo xolasa Simmental Hokusimiz o'ta chiroyli, o'ta go'zal. Haqiqatan ham bir telefonga ham chiqmayapti. Dahshat. Mazza qilayotgan bola ekan. Hamma mazza qilib, tomosha qilib turibdi. Men o'zim 600 kilodan kam emas deyapman. Bolalarning fikrlarini bilib chiqamiz, xudo xolasa. Ho'kiz o'ta dahshat orqalari bilan ko'rsatamiz. Mana orqalari. Chis Simmental Navoz. Mana odamlar bo'yi bilan nima bo'layapti? Hamma taxminan javob qilyapti, hamma taxminan bildirish beryapti. Ya'ni Joy Bisga 901 tonnadan kam bo'lmasa kerak. Yana ma'noni bilmaymiz. Shavkat aka. Mana restoranning egasi. Mana ho'kizimiz keldi. Aha. Nasib bo'lsa ertaga so'yiladi. Ertaga so'yiladi. Klassini topganda 15 six molta, ikkita pipsi bilan. 15 six molta, ikkita pipsi klassini topganga beriladi. Agar nasib bo'lsa soat 10larda endi klassi ma'lum bo'ladi. G'olibni ham ma'lum qilamiz. Bugun Telegram kanallariga jo'natamiz videoni. Hamma qatnashib ko'rishi mumkin. Bugun cheslamiz 2026-yil 2-fevral sanasida Plazaga kelaverasiz. Plaza restoran nima ovqatlarimiz bor aka? Hamma ovqatlarimiz bor. Shashliklarga ketadi, oshga ketadi, osh bo'lyapti, nasibda iftorlikka osh bo'lyapti. Keskin oshi bilan bonus. Keskin osh bonusi bor. Keyin boshqa taomlarimiz bor, jiz bor, tandir bor, hasib bor. Shashliklarimiz somsa bor, kelaveradi. Nima milliy ovqatlarimiz hammasi bor. Kim nima ko'ryapti? Necha kilodan ko'ryapsizlar yigitlar? Necha kiloligini aytdingmi? Men taxminan 600 kilo dedim. Yana kim necha kilo cho'tlayapti? Safar aka, necha kilo ko'rdingiz? 550 kilo. 70 kilo aslan. Ha? 570 kilo Jamol akamiz aytdi. Bektosh necha kilo ko'rdingiz? Ha? 570 degan ekan. 575 kilo. Xudo xolasa 2-fevral kuni kilosi g'olibni aniqlab bu yerga chiqariladi. Plaza restorani mana nima milliy ovqatlar bo'lsa hammasi bor. Yonidagi to'yxonaga kelaverasiz. Manzilimiz Samarqand viloyat Pastdarg'om tuman Mevali jamoat xo'jaligi Paxtakor mahallasi. Mana bu yerda katta Ipak yo'li. Mana hoji akalar.